Bugun sizlar bilan O'zbekistonda eng qiziq va g'alati voqea haqida gaplashamiz. Ayol kishi erga tegish o'rniga qaynonasiga tegish haqida. Bunaqa oilada rasmiy er bor, lekin qoidalarni u emas, onasi belgilaydi. Qanaqa yashash, qanaqa ko'rinish, qanday kiyinish, nima to'g'ri, nima noto'g'ri hammasini u hal qiladi. Ayol esa doim yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Faqat yaxshi xotin emas, balki qaynonasi uchun super kelin, ya'ni qul bo'lishga. Erkak esa eng qulay pozitsiyani egallaydi. U aralashmaydi yoki onasining tomonini oladi. Opam yaxshiroq biladi, onani aytganini qil deydi. Lekin aslida turmush bu ikkita odam ittifoqi, 3 kishilik tizim emas. Bu ota-onaning nazoratida yashash emas. Shu sababli biz anaviy oilaviy qadriyatlarga tayangan Maluk brendi sifatida bunaqa mavzularni ko'tarishda davom etamiz. Chunki haqiqiy qadriyatlarda zo'ravonlik, kamsitish, manipulyatsiyaga joy yo'q. Agar bu mavzular muhim bo'lsa, like bosing va kommentariyada fikringizni bildiring. Videolarimizni ko'proq ayollar ko'rsin.